Ba'zan yuragingiz og'irlashib ketadimi? Duo qilasiz, lekin so'z topolmaysizmi? Sabr qilyapman deysiz-u, ichingizda umidsizlik g'alaba qiladimi? Shunda bir savol tug'iladi. Alloh menga qanchalik yaqin? Bu kitob sizni shunchaki o'qishga emas, his qilishga chorlaydi. Umidsizlikda umidni, g'amda sabrni, yolg'izlikda yaqinlikni o'rgatadi. Bu sahifalarda siz nega yaratilganingizni, nega ba'zan sinovlar ketma-ket kelishini, nega duo hech qachon behuda ketmasligini anglaysiz. Bu kitob yurakka taskin, qalbga nur, iymonga kuch bo'ladigan asar. Agar siz ham Allohim, sen menga nimani o'rgatyapsan degan savol bilan yashayotgan bo'lsangiz, bu kitob aynan siz uchun. Dastlabki bo'lim. Yaralishimiz qanday bo'lganini o'rgatding Allohim. Eslashga ham arzimaydigan holimda meni ibodating va tavhiding uchun, seni rozi qiladigan tarzda dunyo hayotini obod qilishim uchun vujudga keltirganingni o'rgatding Allohim. Yo'qdan bor qilgach, cheksiz ne'matlar tortiq etgan, fazli va ne'mati cheksiz bo'lgan yagona zot o'zingsan Allohim. Ona vujudidagi parvarish qanday bo'lganini o'rgatding Allohim. Ona qornida yaratilish bosqichlaridan o'tar chog'imda meni parvarish qilgan zot o'zing bo'lganingni o'rgatding Allohim. Qaysi parvarish haqida gapiray? Bir tomchi suv bo'lgan holimnimi? Laxta qon bo'lganimnimi? Bir parcha et bo'lganimnimi? A'zolarimni mukammal qilib yaratganingdagi holimnimi? Yaratilishdan ko'zlangan maqsadni o'rgatding Allohim. Alloh taolo Qur'oni Karimda insu jinni yaratishdan ko'zlangan maqsadni bildirib, bunday marhamat qiladi. Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Ushbu oyat Alloh taoloni Rob, islomni din, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar va rasul deb rozi bo'lgan insonlarni jinlarga eng asosiy vazifa nima ekani bayon etilgan. Qanday duo qilishni o'rgatding Allohim? Duo mu'min uchun qiyinchilik paytlaridagi sirdosh va musibatlar yog'ilib, g'am tashvishlar kuchayganda tasalli berguvchisidir. Unga o'xshash biron narsa ila ulkan ne'matlarga erishilmagan va balolar daf etilmagan. Sen bor ekansan, umidsizlikka o'rin yo'q ekanligini o'rgatding Allohim. Inson bu dunyoda taqdiriga bitilgan narsadan ortig'ini ola olmaydi. Shu bois o'tgan narsa uchun umidsizlikka tushishning foydasi yo'q. Agar inson barcha voqealar Allohning qazo va qadari ekanini anglasa, qalbi orom topadi. Alloh taolo insonni tasvirlab bunday deydi: qasamki, agar biz inson zotiga rahmat, marhamatimizni torttirib, so'ngra o'zimiz uni tortib olsak, albatta noumid va noshukrlik qilishi shubhasizdir. Umidsizlik esa Alloh taolo borasida yomon gumonda bo'lishdir. Mehribon ekaningni o'rgatding Allohim. Sen Ar-Rahman va Ar-Rahim zot ekaningni o'rgatding. Sening mehr va shafqating shu qadar ulkan va shu qadar cheksizki, ularning ko'lamini anglashga na aql hushim, na his-tuyg'ularim yetadi. Sen o'z muborak kitobingda marhamat qilgansan. Rahmatim, mehribonligim esa hamma narsadan kengdir. Har dardga davo borligini o'rgatding Allohim. Sendan boshqa shifo beruvchi yo'q. Har qanday bemor inson sening fazling ila sog'ayadi. Har qanday sog'lom inson sening irodang ila salomat yuradi. Sen bandaga shifo berishni iroda qilganingda senga hech kim qarshilik qila olmaydi. Hech narsa sening irodangga qarshi tura olmaydi. Al-Kafi ekaningni o'rgatding Allohim. U Al-Kafi, ya'ni bandalarning dardlarini ketkizuvchi, tashvishlarini, zulmlarini va yomonliklarini daf etuvchidir. Uning yordami bilan bandalar boshqa birovga muhtoj bo'lmaydilar. U bilan ular komil himoyaga va qanoatga erishadilar. Sabrni o'rgatding Allohim. Payg'ambarlar va solihlar bu dunyoning sinov va musibatlariga matonat bilan bardosh berganini ko'rsatding. Ular sabr keymasiga minib, hayot dengizini omonlik va xotirjamlik bilan kechib o'tadilar. Sening yo'lingda har bir ozor va baloga yuksak sabr ila dosh beradilar. Shuningdek, sabr qiluvchilarga 3 narsani: mag'firat, rahmat va to'g'ri yo'lga hidoyatni ato etdi. Ar-Razzoq ekaningni o'rgatding Allohim. Sen taqdirda yozib qo'ygan rizqni hech kim to'sib qo'ya olmaydi. Taqdirimda menga yozilgan rizq menga kelmay ham qolmaydi. Chunki sen behisob in'omlar beruvchi va cheksiz rahimli zotsan. Himoyachim o'zing ekanini o'rgatding Allohim. Har bir inson bu dunyoda yashar ekan, Alloh taoloning mehr shafqati va himoyasidan umid qilib, dunyoning yomonliklari, odamlarning ozori va shayton vasvasalaridan saqlanishni tilaydi. Ammo Alloh taoloning muhofazasiga erishish uchun banda uning sabablariga rioya qilishi kerak. Al-Latif ekaningni o'rgatding Allohim. Odamlar o'zotga osiy bo'lsa ham ularga muhabbat beradi. Tavba qilsalar yanada muhabbat va marhamat bilan qabul etadi. Jazo berishda aslo shoshilmaydi, chunki u halim zotdir. Rizqni to'smaydi, chunki u karamlidir.
menga yaqin ekaningni o'rgatding Allohim. Allohim, sening yaqinliging barcha g'am va tashvishlarimni unuttiradi va yolg'izlik hissini bartaraf etadi. Axir sen menga yaqin bo'lsang, nimadan ham qo'rqaman? Sen men bilan birga bo'lsang, nimadan xavotir olaman? Al-G'afur ekaningni o'rgatding Allohim. Olimlar tavbaning qabul bo'lishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilish zarurligini ta'kidlaganlar. Gunohdan chin dildan pushaymon bo'lish, gunohni tark etish, qaytadan unga qaytmaslikka qat'iy qaror qilish. Al-Vakil ekaningni o'rgatding Allohim. Banda Alloh taologa ibodat qilishga muhtoj bo'lganidek, doimo Parvardigorga tavakkul qilishga va u zotdan yordam so'rashga muhtoj. Alloh aytadi, albatta Alloh o'ziga tavakkal qiluvchilarni sevadi. Bu sifat mu'minlarni boshqalardan ajratib turadi. Alloh taologa tavakkul qilish va ishlarning oxirini u zotga topshirish ko'pchilik undan g'ofil bo'lgan haqiqatdir. Menga o'zing kifoya ekaningni o'rgatding Allohim. Bizga Allohning o'zi yetarli. U qanday ham yaxshi vakil. Ushbu kalima ma'nosini Ibrohim Halilulloh alayhissalom shirk ahli uni olovga tashamoqchi bo'lganda chuqur his etdi. U zot olovga qaraganda qalbi tavhid nurlari bilan to'lib, bizga Allohning o'zi yetarli va u qanday ham yaxshi vakil deb nido qiladi. Shunda Alloh taolo buyuradi: "Ey olov, Ibrohim uchun salqin va omonlik bo'l." O'zing yaratgan olam haqida tafakkur qilishni o'rgatding Allohim. Insonning yaratilishida tafakkur va ibrat olish uchun ko'plab mo'jizalar mujassam. Ular al-Jabbor Allohning yaratishdagi beqiyos mukammalligini namoyon etadi. Allohning qudrati ilohiyasiga dalolat qiladigan oyat alomatlaridandir. U zot sizlarni, ya'ni otangiz odamni tuproqdan yaratgani, so'ngra sizlar basharga aylanib yer yuziga taralishingizdir. Seni yaxshiroq tanish ahamiyatini o'rgatding Allohim. Eng ulug' ilm bu Alloh taoloni tanishdir. Alloh taolo barcha narsadan ustundir. U zot Qur'onda: "Ey Muhammad alayhissalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklang" deb buyurgan. Alloh haqidagi ilm eng yuksak ilm. Uning roziligini istash eng ulug' maqsad, uni sevish esa eng afzal muhabbatdir. Musulmonlar nazdida eng oliy ilm Alloh taoloning ilmi bo'lib, u zotni tanish har qanday ilmning asosidir. Afv etishni o'rgatding Allohim. Afv qilish va kechirish ihson eshiklarining eng buyuklaridan biridir. Alloh taolo bunday deydi: "Bas, ularni afv etib, kechirib yuboravering." Afv etuvchi kishilar Alloh taolo madh etgan taqvoni amalga oshirishga yanada yaqinroqdirlar. Bu jannatlarga yetaklaydigan al-Malik va ad-Dayoning roziligiga erishadigan oliy eshikdir. Agar yomonlik qilgan kishilardan o'ch olishga qodir bo'lsangiz, bu qodirlik ne'matiga shukr sifatida ularni afv eting. As-Somad ekaningni o'rgatding Allohim. Tashvishlaringiz, bemorligingiz yoki qarzlaringiz borligi uchun istirobga tushmang. Robbingiz As-Somaddir. Unga iltijo qiling. U sizni hech qachon quruq qoldirmaydi, tashlab qo'ymaydi. Shuni yodda tuting. Eng afzal ibodat najotni kutish. Har qanday holat abadiy davom etmaydi. Zamon o'zgaruvchan va g'ayb insonga noma'lumdir. Albatta har qiyinchilik bilan birga albatta yengillik bordir. Duo hargiz ijobat bo'lmasdan qolmaydi. Kim bir qarish yerni nohaq olsa, 7 qavat yer bilan bo'yniga osiladi. Agar Alloh taoloning taqdiridan rozi bo'lsangiz, Alloh ham sizni rozi qiladi. Mavjudlik yo'qlikdan afzaldir. Musibatlar yetmagan ayt biror kimsa bormi? Yo barcha musibatlar bir senga xaridormi? Hattoki Rasululloh totmish qancha musibat tillaridan tushmadi hamdu shukrona faqat. Mashaqqatning ortidan yengillik kelgay hamon, mahzun qalbga omonlik yetgusidir begumon. Biror musibat yetsa bo'lmagan jig'i biyron, Alloh maxfiy lutf ila qilgusi tezda hayron. Quloq sol, ey banda, Robbimning shu so'ziga. U dedi Maryamga, kalomimda bitildi senga. Xurmoni silkitgin, u beradi xurmo senga. Gar istasa Robbimiz xurmo keladi shunda. Kitobni o'qir ekansiz insonning yaratilishi, hayotdagi vazifasi va duoning ajib qudrati haqidagi ilmiy va ma'naviy mulohazalarga duch kelasiz. Bu asar insonni o'z qadriyatlarini qayta kashf etishga va Allohga bo'lgan yaqinligini yanada mustahkamlashga chorlaydi. Agar bu satrlar qalbingizga yetib borgan bo'lsa, kitobni o'qing. Agar birgina jumlasi ko'nglingizni yumshatgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashing. Izohlarda yozing, qaysi bo'lim sizga eng ko'p ta'sir qildi. Bu postni saqlab qo'ying. Bir kun kelib aynan shu satrlar sizga yana kuch beradi.
va unutmang, Alloh sizga yaqin bo'lsa, umidsizlikka o'rin yo'q.